Qo'limdan hech narsa kelmayapti, qo'limdan hech narsa kelmayapti, qo'limdan hech narsa kelmayapti. Do'stim, sen boshlab ko'rdingmi? Sen хотя бы boshlab ko'rdingmi? Yoki boshlamasdan turib nolishga qaror qildingmi? Bu meni birinchi qo'ygan videolarimni prosmotrlari. Unaqa ko'p emas, to'g'rimi? Lekin 0 ta ham emas. Bu meni 1,5 oy o'tgandan keyin qo'ygan videolarimni prosmotrlari. Farqini ko'ryapsizlarmi? Men ko'ryapman. Va bu meni 3 oy vaqt o'tgandan keyin qo'ygan videolarimni prosmotrlari. Endi studiyada jimlik, men bittagina savol beraman. Nima qilganimni topinglar-chi? Do'stim, men boshladim. Shunchaki boshladim. Hamma g'iybatchi bilan heyterlarni naqani bu yoqqa qo'yingchi. Qo'limdan kelmaydi, o'xshamaydi, g'iybat qilishadi degan gaplarni hammasini shu yoqqa qo'ying. Qo'ying, men kutyapman. Noto'g'ri tushunishadi, uni ham qo'ying. Bunday qilamiz-da. Yes. Kerak emas. Umuman kerak emas. Kim sizga qo'lingdan kelmaydi degan bo'lsa, bilingki, u sizning eng glavniy heyterlaringizdan biri hisoblanadi. O'xshamadimi? Yig'lamang. Mayli yig'lang, lekin ko'zingizda yosh bilan bajaring. Shunchaki bajaring. Qanaqadir ish boshlash uchun ko'p pul ishlatishim kerak? Do'stim. Men boshlaganimda hattoki shunaqa svet, shtativdagi bazaviy narsalar ham yo'q edi. Nima qilib o'tiribsiz? Borib